Portfolio bu dizayner vizitkasi. Kuchli portfolio ko'proq pul, lekin ko'p dizaynerlar uni tuzganda oddiy xatolarga yo'l qo'yishadi. Bu videoda kuchli portfolio qanday bo'lishi kerakligini ko'rib chiqamiz. Eng katta xatolardan biri ishlarni hech qanaqa aformeniysiz ko'rsatish. Bu qimmatbaho tovar upakovkasiz sotishga o'xshaydi. Siz ming zo'r dizayner bo'lsangiz ham tushunarli portfoliongiz bo'lmasa, buni hech kim bila olmaydi. Bir xil dizaynerlar hamma bor rasmni shunchaki Telegram guruhga yuklashadi. Buni ko'rish noqulay. Dizayner nima bilan shug'ullanadi, qanaqa skillari kuchli, tushunarli emas. Portfolio uchun eng yaxshi joy bu Behance. Shu platforma butun dunyo dizaynerlari uchun Instagram desa bo'ladi. Bu yerda ishlaringizni chiroyli va qulay qilib joylashtirishingiz mumkin. Kuchli portfolio bilan Behance o'zida chet elda zakaz topsa bo'ladi yoki ishga taklif olishingiz mumkin. Lekin bir xil Behance ham ishlarni oddiy rasm sifatida yuklashadi. Portfolio bu shunchaki rasm emas, unda struktura bo'lishi kerak. Birinchi obloshka qiziqarli, chiroyli va yorqin. Keyin ish haqida ma'lumot, kim uchun va nima qilganingizni yozing. Ishlarni o'zi chiroyli va toza holatda. Usta rasmdan ko'ra 5 ta 10 ta eng zo'r ishlaringizni ko'rsating. SMM bannerlar misolida Behance'ga to'g'ri portfolio tuzamiz. Figmani ochib, frame yaratamiz. Eni 2780 balandligi hozircha farqi yo'q. Birinchidan proyekt uchun obloshka kerak. U yerda ishlagan brendingizni nomi, balki tovar yoki xizmatini ko'rsatsangiz yaxshi. Proyektni ko'rayotgan odam birinchi o'rin shu obloshkani ko'radi. Shuning uchun u chiroyli va yorqin bo'lishi kerak. Keyingi blokda nima ish qilganingizni yozasiz. Mening proyektimda bu turli platforma uchun SMM bannerlar. Infografika qilib ko'rsatishingiz mumkin yoki oddiy tekst yozsangiz bo'ladi. Eng muhimi tushunarli va qulay bo'lishi kerak. Keyingi blokda ishlarni o'zi. Bu yerda ikki yo'l bor. Hammasini katta artboardga joylashtirsa bo'ladi yoki galereya shaklida har bir bannerni alohida ko'rsatishingiz mumkin. Va oxirida footer. Bu yerda tomosha uchun rahmat aytasiz va qaysi programma ishlatganingizni yozasiz. Asosiy qism tayyor. Keyingisida rasmlarni eksport qilib va proyektni Behance'ga yuklaymiz. Rasmlarni Figmada eksport qilayotganda proyektni bir necha qismga bo'lish kerak, shunda Behance'da tezroq ochiladi. Behance'da akkaunt ochganingizdan keyin Share Your Work'ga kiring. Photogrid tanlang, shunda rasmlar yuqori sifatda qoladi. Styles bo'limida fon rangini tanlaysiz. Shundan keyin Settings'ga kirib, proyekt obloshkasini qo'shamiz. Aynan shu rasm Behance lentasida ko'rinadi. Men masalan shunday obloshka tayyorladim. Shu yerda proyekt nomi yoziladi. Ish nima haqida tushunarli bo'lishi uchun taxminan 10 ta tek yozasiz. Ishlatgan instrumentlarni belgilab va bir nechta rubrika tanlaymiz. Va bo'ldi, oxirida yashil tugmani bosamiz. Proyekt tayyor. Umid qilamanki, video sizga foydali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha